Vau, zo'ru. O'jiyan, Oh, yo'qki. ha, hozir. Qimilla tez bo'l. Hozir. Yig'ishtirgin telefoningni, tayyorlanib o'tirgin. Kayfiyatlar yaxshimi? Shunaqa ham achchiq xafa bo'ladimi? Qanaqa bitishar ekan buni? Ha, Kayfiyatlari a'lo. yur, ketdik. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'jayin, men sizga aytgan jiyanim shu yigit bo'ladi. ITni bitirdi bu yil. Yaxshi sohani tanlabsan, ukam. Hozir ITchilarni juda ketmoni chopgan. Yaxshi. Xo'sh, maqsading nima? Aytavering. Eng katta maqsadim siznikidagi gelik olish. Gelik olish? Agar eng katta maqsading shu bo'lsa, ma. Odamni uyaltirib qo'ysiz, xo'jayin. Ol. Tur, ol. Mana gelikli ham bo'lding. Endi nima qilmoqchisan? Endi hali o'ylab ko'rmadim. Gelik olsam bo'ldi deb yuribsanmi hali? Ha, buni qancha xarajati borligini bilasanmi? Bir oyda kamida $1000 atrofida ketadi. O'zingdan orttirib bemalol eplay olasanmi? Agar qo'limdan keladi, eplay olaman desang, yigitlarga aytaman, hozir rasmiylashtirib beradi. Eplay olasam? Mana uncha pulim yo'q. Hozir tayinli ishim ham yo'q. Pravang bormi? Yo'q, endi o'qiyman. Pravang bo'lganda ham meni bu joyga olib borib kelarding. Ishga olsam bo'lardi. Senga bir zo'r gap aytaymi, ukam? Meni ham katta maqsadim bor. Faqat senikidan sal boshqacharoq. Mana bu tashqarida turgan gelik aslida oddiy arava. Meni o'sha katta maqsadlarimga qarab ketayotganimda kerak bo'lgandi, sotib olgandim. Hozir kerak emas. Bilasanmi, hozir menga nima kerak? Menga sendek odamlar orzu qiladigan, maqsad qiladigan, intiladigan narsalarni. Masalan, mana shu gelikni yasay oladiganlar kerak. Hech bo'lmaganda mana shunday narsalarni dunyo bo'ylab bemalol sota oladiganlar kerak. Seni qo'lingdan keladimi shu? Eplay olasanmi? Unda qahvadan ol. Uzr, aytish esimdan chiqibdi. Bu oliy navli qahva. Achchig'i aslida sal keyinroq ta'sir qiladi. Lekin mana shu ko'zlaringni moshdek ochib qo'yadi. Kalit.